Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azbek Mehmadinov. Bugun dasturimizda Xorazmda metallolomga topshirilgan snaryad portlab ketdi. Qozog'istonda chigirtkalarga qarshi dronlardan foydalaniladi. Modrichga Italiyaning super klubidan xaridor chiqdi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Xorazmda metallolomga topshirilgan snaryad portlab ketdi. Mudofaa vazirligi hodisa yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Dastlab shu haqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Xorazmda metallolomga topshirilgan snaryad portlab ketgani haqida xabarlar tarqaldi. Mudofaa vazirligi hodisa yuzasidan ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, ushbu snaryad vazirlik tasarrufida bo'lmagan hududda mahalliy cho'ponlar tomonidan o'zboshimchalik bilan qazib olingan hamda metallolomga topshirilgan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bunday holatlarda fuqarolar xavfsizligi qoidalariga rioya qilingan holda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga zudlik bilan xabar qilinishi shart. Ushbu voqeaga harbiy xizmatchilarning hech qanday aloqasi yo'q va jinoiy javobgarlikka tortilmaganini ma'lum qilamiz. Mazkur turdagi snaryad O'zbekiston qurolli kuchlarida mavjud emas. Ma'lumotlarga ko'ra, bu turdagi snaryad 1970-yillarda qo'llanilgan. Hodisa natijasida vafot etgan yoki jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Qozog'istonda chigirtkalarga qarshi dronlardan foydalaniladi. Dalalardagi zararkunandalar soni yuqori darajaga chiqishi kutilmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. G'arbiy Qozog'iston viloyatida chigirtkalarga qarshi kurashda ilk bor agrodronlardan foydalanildi. Ular 300 ming gektardan ortiq qishloq xo'jaligi yerlariga ishlov berishi kerak. Bu haqda 24KZ xabar berdi. Hududiy inspeksiyaga ko'ra, 2025-yil zararkunandalar soni eng yuqori darajaga chiqdi. Mutaxassislar buni 12 yillik biologik sikl bilan bog'lamoqda. Shu sababli hududda ishlov berish ko'lami sezilarli darajada kengaytirilgan. 2024-yilda zararkunandalarga qarshi kurashda o'z vaqtida kimyoviy moddalar qo'llangandi. Dron bu yangi texnologiya. Kuzatuv va purkash droni orqali amalga oshiriladi. U bevosita zarar yetkazilgan joyga qo'nadi. Mashinalar yurmaydi, u tepadan ishlov beradi. Kuzatib, biologik samaradorligini aniqlaymiz. Natija bo'ladi deb o'ylaymiz. Bizning asosiy vazifamiz ekinlarni, yaylovlarni, yerlarni himoya qilishdir. Taxminan 1 oy davomida chigirtkalar hujumidan himoyalanishimiz kerak, deydi qishloq xo'jaligi vaziri vakili Kamidulla Dyusenaliyev. Germaniya majburiy harbiy xizmatni joriy etadi. Mamlakatda 2011-yilda majburiy xizmat bekor qilingandi. Mudofaa vaziri u qayta joriy etilishi sababini aytdi. Navbatdagi lavhada muxbirimiz batafsil ma'lumot beradi. Germaniyada yetarli miqdorda ko'ngillilarni jalb etish imkoni bo'lmasa, 2026-yildan majburiy harbiy xizmatga qaytiladi. Bu haqda mamlakat mudofaa vaziri Boris Pistorius ma'lum qildi. Bizning modelimiz dastlab ixtiyoriy ishtirokka asoslangan. Agar bizda ixtiyoriy arizalardan ko'ra ko'proq bo'sh o'rinlar paydo bo'ladigan vaqt kelsa, shunda majburiy xizmatni joriy etish to'g'risida qaror qabul qilishimiz mumkin, deya izoh berdi u. Vazir tegishli qonun loyihasi kelgusi yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi mumkinligini ta'kidladi. Germaniya armiyasida majburiy harbiy xizmat 2011-yilda faqat tinchlik davri uchun bekor qilingan edi. Ayni paytda harbiy xizmatchilar tanqisligi taxminan 100 ming kishilik yetishmovchilik sababli mamlakatda yana harbiy chaqiruvni qayta joriy etish masalasi kutilmoqda. Yaponiyaning ilg'or ilmiy markazlaridan biri bo'lgan Kyoto shahridagi ATR Computational Neuroscience laboratoriyasi inson ongining eng sirli jabhalaridan biri tushlar olamiga kirish yo'lini ochuvchi texnologiyani ishlab chiqdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Bu texnologiya orqali inson miyasi faoliyati asosida ko'rilgan tushlarni yozib olish va vizual shaklda qayta tiklash imkoniyati yuzaga kelmoqda. Mazkur texnologiya nevrologiya hamda sun'iy intellekt va tasvirlarni qayta ishlash sohasidagi eng so'nggi yutuqlarga asoslanadi. Tizim ishlashi davomida inson miyasining faoliyati magnit rezonans tomografiyasi yordamida kuzatilib, tush paytida paydo bo'ladigan vizual signallar maxsus algoritmlar orqali dekodlanadi. So'ngra ushbu ma'lumotlar asosida ko'rilgan tushning tahlili
taxminiy vizual tasviri tiklanadi. Internet foydalanuvchilari orasida bu texnologiya katta qiziqish bilan kuzatilmoqda. Mutaxassislar bu yondashuv kelajakda psixologik holatlarni chuqur tahlil qilish, tushlar asosidagi kasalliklarni aniqlash va ong osti jarayonlarini o'rganishda yangi ufqning ochilishi deb ta'kidlashmoqda. o'n 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatiga qur'a tashlandi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi mundialdagi yurishini 5-noyabr kuni Paragvayga qarshi o'yin bilan boshlaydi. Tushunganingizdek, dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Kecha 25-may kuni futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Qur'a natijasiga ko'ra Islombek Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi mundialning G guruhida o'rin oldi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasiga guruhda Paragvay, Irlandiya va Panama o'smirlar terma jamoasi raqiblik qilishadi. Vakillarimiz mundialdagi yurishini Paragvay terma jamoasiga qarshi o'yin bilan boshlaydi. Ushbu uchrashuv 5-noyabr kuni Dohada bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati 3-27-noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.